Endi. Assalomu alaykum. Mana navbatdagi murojaat bo'yicha kelgandik. Akfa firmasi ostidagi isitish qozonimiz 2 kontrli. Xo'p, nima bo'layotgandi? Bu yoqda davleniya tushib ketib qolyapti, boshqa payt oshib ketib qolayotgandi. Bosimi ozgina turibdi bir atrofida. Keyin ochib tekshirdik. Расширитель bak teshilgandi, alishtirdik. Teshilgandan so'ng keyin qancha muddat o'tgandan keyin davleniya oshib yana tushib ketadigan bo'lib qoldi. Tekshirganimizda mana bu mexanizmi, rem komplekt trihodovый mexanizmi ishdan chiqqan ekan. Alishtirib oldik. Hozir endi xudo xolisa ko'z tegmasin ishlayapti. Tarmoqdagi tokimiz, elektr tokimiz. Mana bosimi. Ma'lumot aytib o'tib ketaman. Yashil holatda, yashil turgan strepkada iloji tursa, yaxshi holatda bo'ladi. Shu 2,5 dan bu yog'iga shu 3 dan oshadigan bo'lsa, shu nosoz bo'ladi. Uje usta chaqirishlarga to'g'ri keladi bu holatda. Shunaqa. Shu aytganimdek, bosim ortib ketayotgan bo'lsa, usta chaqirib tekshirtirasizlar. Расширительный bak, kengaytirish baki, triходовый mexanizm, вторичный теплообмен, ikkinchi issiq alishuvchi ehtiyot qismlarini tekshirish tavsiya qilaman. Shu kamchiliklar asosan shu narsalarda uchraydi. Shu katyonlarimizda. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.